Bugun Sergeli mashina bozoriga bordim. Narxlar juda baland. Qoyil qoldim lekin. Nimani hisobiga baland? Lekin hayronman. Oluvchi ham unaqa ko'p bo'lmadi. Mashinalar ham unaqa sotilgani yo'q. Endi men u mashinalarni mana K5lar so'rashdi. K5lar eng arzoni 100 ming yurganlari 24 ming deydi. Qoyilman lekin. Olganlari ketaveradi 25 ming, 25,5 ming. Nimani hisobiga? Lekin narxlar juda baland. Xudo xohlasa endi kimlardir sekin tashiydi deyishyapti. Agar tushsa undan afzal. Inshaalloh. Lekin yaxshi bo'lardi tushsa. Endi Kraftga to'da mashinalarni obzor qilib bermoqchi edim, juda baland. O'shanga arzonlarni qidirib, sekin qaradim. Captiva 13lar ham 12,5 ming, 13 ming deyishyapti. 2012larni Kraftga tozalarini 12 ming deyishyapti. Voy bu. Xudo xohlasa mayli. Inshaalloh narxini tushishini kutamiz. Xudo xohlasa. Joninglar sog' bo'lsin.